Demek dersimiz başlab turaveramiz. Mavzu dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish strategiyalari. Hozirgi holatda sinovdagi asosiy muammolar. Xato topish vaqti yarim soat 30-40 kun har deployda 15-25% xato qaytaradi dedi. Demak, bu yerda birinchi dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish strategiyalari deganda biza nechik strategiyalar bilan dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish mumkin ekanligini ko'rib chiqamiz. Qo'lda sinovdan o'tkazish bo'ladigan bo'lsa, xatolarni topish vaqti 30-40 kun bo'lib ketishi mumkin. Bu har xil programmada har xil muddatni tashkil qilishi mumkin. Agar kichkina programma bo'ladigan bo'lsa, priложение yoki ilova bo'ladigan bo'lsa, bir hafta 10 kun bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam 2-3 oy vaqt oladiganlar ham bo'lishi mumkin. Bu aytib turibdi. Demak, qo'lda testlash amalga oshiradigan bo'lsak, sinovdan o'tkazish amalga oshiradigan bo'lsak, muddati ko'proq bo'ladi. Uzun joylashtirish davomiyligi, ya'ni har versiyada joylashtirish 2-3 hafta, raqobatchilik 40% gacha kamayadi. Demak, bizani programmamizni joylashtirish davomiyligi haqida gap ketib turdi. Keyin xatolarni kechiktirilgan aniqlash. Ishlab chiqarishda xatolar 5-10 marta qimmatroq bo'ladi. Foydalanuvchi mamnuniyati 35% gacha tushadi. Ya'ni biz aytdik, xatoliklarni dasturimizni ishlab chiqarish jarayonigacha, ya'ni shu foydalanuvchini qo'lina yetib borgungacha bo'lgan vaqtda xatoliklarini topib bartaraf qilsak, arzonroq tushadi. Vaqtdan ham o'tamiz, ham foydalanuvchi ishonchini ham yo'qotmaymiz. Lekin agar foydalanuvchi topshirilgandan keyin biz testlash amalga oshirib, xatoliklarni aniqlab tuzatadigan bo'lsak, u birmuncha moliyaviy zarar olib kelishi mumkin. Xavf va sifat noaniqligi. Xavf metrikalari noaniq va doimiy emas. Audit xarajatlari 25% gacha oshadi. Demak, xavf metrikalari hamma ham doimiy bo'lmaydi. Masalan, vaqtinchalik biron bir xavf tug'ilishi mumkin programmamizda. Har xil vaziyatlardan kelib chiqib turli xil xavflar bo'lishi mumkin. Keyin moliyaviy va vaqt ta'siri. Har bir xato har xil summadagi moliyaviy zarar olib kelishi mumkin yoki vaqtga ta'sir ham bo'lishi mumkin. Xatoliklar bizani tuzatishimizga qarab yoki katta, kichik, ozgina vaqt yoki ko'p vaqt talab qiladigan har xil xatoliklar bo'lishi mumkin. Strategik sinovdan o'tkazish modeli 3 bosqichli yondashuv. Avtomatik testlash yoki CI/CD yoki sifat monitoring orqali sifatni oshirishni ko'rib chiqamiz. Avtomatik sinovdan o'tkazish. Koddagi o'zgarishlar avtomatik tekshiriladi. 1-2 hafta tayyorgarlik, xatolar 60% gacha erta aniqlash, vaqt 70% gacha kamaytirish. Demak, bu yerda biza sizlar bilan dasturiy ta'minot testlash fanida o'tganimizdek, avtomatik tezlashga o'tkazilgandan keyin o'zi bizani kiritganlarimizga qarab turib avtomatik tezlashni amalga oshiriladi. Bu yerda koddagi o'zgarishlar avtomatik tekshiriladi deydi. Lekin bosqichma-bosqich priложениemizni nechaklim ko'p qismi qo'lda testlanib turgan bo'lsa yoki bir testlash jarayoni qayta-qayta takrorlanib turgan bo'lsa, shunday jarayonlarni bosqichma-bosqich avtomatik testlasha o'tkazishimiz kerak edi. Bulardan unit testlash, integratsion testlash, end-to-end testlashlarni ko'rib chiqdik. Endi doimiy integratsiya va joylashtirish CI va CD jarayonlarini ko'rib chiqdik. Biz har soatda avtomatik kod tekshirish va joylashtirish, 2-3 hafta pipeline sozlash, joylashtirish davomiyligini 85% kamaytirish, kunlik 10+ versiya, Jenkins, GitLab, CI, GitHub, Action, AVC, Code Pipeline deydi. Demak, bu deganimiz bizani ma'lumotlarni doimiy ravishda integratsiya qilib turishimiz va o'zgarishlarni doimiy ravishda joylashtirib, delivery qilib, yetkazib berib turishimiz tushuniladi CI/CD jarayonlarida. Demak, har soatda avtomatik kod tekshirish va joylashtirish. Buni har xil vaqtda qilib qo'ysam bo'ladi. Bir kunda bir marta yoki bir haftada bir marta yoki real time'da qilishim mumkin yoki bo'lmasam har o'zgarish bo'lganda
qilinadigan qilib sozlab qo'ysa bo'ladi. Bu xizmatlar CI/CD'larni yerlarda olib ishlatsak bo'ladi. GitLab CI'dan, GitHub Action'dan qilsak bo'ladi ekan. Keyin sifat metrikalarini kuzatish. Real vaqtda sifat ko'rsatkichlari monitoringi doimiy har kuni yangilanib boradi. Sifat 40% oshishi, xavf 50% kamayishi mumkin ekan. Demak, sifat metrikalarini kuzatish orqali o'tgan darslarimizda sifat metrikalarini ko'rib chiqdik ekan. Shularni kuzatish orqali, monitoring qilish orqali, masalan, doimiy har kuni yangilanib turgan real vaqtdagi o'zgarishlar bo'ladi. Bularni kuzatish orqali biza sifatni 40%gacha oshirishimiz mumkin ekan. Bu ham foizi programmamizdan kelib chiqadi baribir. Nechik xizmat ko'rsatadigan programma o'zi xizmat uchun moslashganmi yoki foydalanuvchilar biron bir ish qilishi uchunmi yoki oddiy o'yin uchunmi nolqindan kelib chiqib. Demak, Datadog quyidagi shuningdek saytlar orqali sifat metrikalarini kuzatishimiz mumkin. Avtomatik biza o'zlarimiz ichine kiritib qo'yib shu xizmatlardan foydalanib kiritishimiz ham mumkin ekan. Avtomatik sinov vositalarining texnologik asoslari, unit testlashmi, integrationmi, birlik sinovlarimi yo integratsion sinovlarmi, end-to-endmi, shunga qarab vositasi va tili, masalan, nechik vositada, nechik tilda qilish mumkin. Bu sizlarga bir maslahat bo'lib turibdi, lekin har kim o'zini prilojeniyasidan, ishlatajak ilovasidan foydalanib, bulardan foydalanadi. Masalan, birlik sinovlar bo'ladigan bo'lsa, hamma biza JUnitni ishlatsak bo'ladi, test engine'ni ishlatsak bo'ladi dedik. Alohida funksiyalar va klasslarni tekshirish. O'zi shundan ham kelib chiqadi. Ichida klasslarni tekshirsak, bizlarga eng to'g'ri keladigani Java bo'ladi. Chunki Javada klasslar bilan ishlaymiz. Asosiy foydasi koddagi xatolarni 90% aniqlik bilan topish. Har bir qator kod uchun test yozish. Chunki birlik sinov bo'lib turibdi bu yerda. Yana ham nechik PyTest, unit testlarda qilsak bo'ladi ekan, Python bilan ham qilsak bo'ladi ekan. Bu ham alohida funksiyalar va modullarni tekshirish uchun tezlik va soddalik asosiy foyda ekan. 80% kod qamrovini talab qilinadi. Birinchisida Javada qiladigan bo'lsak, har bir qator uchun kod uchun test yozish. Ikkinchisida 80% qamrab oladi ekan agar Pythonda bo'lsa. Integratsion sinovlarda Postman, REST yordamida shuningdek testlash vositalari yordamida qilsak bo'ladi. API va web xizmatlari o'rtasidagi aloqalarda, masalan, API chiqarish, bir ma'lumotni real time'da olib turib, o'zimizni programmamizga qo'shib qo'yish yoki web xizmatlari boshqa bir saytdan biz o'zimizga olib turib qandaydir bir xizmatni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ana shu o'rtasidagi aloqani bizlara testlab beradi. Keyin API tekshirish, avtomatlashtirish, barcha API endpointlarini qamrab oladi ekan. Integratsion sinovlarni bilamiz. Seleniumda deb ko'rib chiqdik. Keyin Cypress bor ekan ana. Web interface va foydalanuvchi interaksiyasi uchun brauzer o'rtasida muvofiqlashtirish. Ya'ni bizani ishlatib turgan brauzerimiz bilan yoki bizani ishlatib turgan programmamiz bilan integratsiyasini tekshirib, testlab beradigan jarayonida asosiy foydalanuvchi ssenariylarni qamrab olish. End-to-end bo'ladigan bo'lsa, Cucumberda qilsak bo'ladi ekan. Shuning vosita bor, bizani testlash vositamiz butun ish jarayonini qamrab oladi. Ya'ni bizani shu programmamizga kirganimizdan to qaysidir bir funksiyadan foydalanish uchun qilingan programma bo'lsa, shu funksiyani hammasini bajarib bo'lib, oxirdagi natijagacha bo'lgan qismini hamma joyini qamrab oladi. Biznes talablarini to'g'ridan to'g'ri olib borish, kritik foydalanuvchilarni hammasini qamrab oladi. Demak, end to end deganimiz bizani hamma jarayonlarimizni qamrab oladigan sinovimiz bo'ladi. Keyin doimiy integratsiya va joylashtirish jarayonlari, demak, bu yerda endi CI/CD jarayonlarini aytib turibdi. Kod yangilash va commit. Dasturchi kodni repozitoriyaga yuboradi. GitHub kod formatini tekshiradi. Avtomatik trigger pipeline boshlanadi. Keyingisida avtomatik birlik sinovlari JUnit yoki PyTest bilan birlik testlar kod qamrovida 80% talab etiladi. Natija dashbordga chiqadi. Endi bu yerda jarayonlarni ko'rsatib turibdi. IBAN tarafda yana
JUnit test engine'ini gördük. Undan keyin PyTest bo'ldi. Bunda ham demak JUnit yoki PyTest yordamida birlik testlar olib boriladi deb turibdi. Keyin kod sifatini tahlil qilish. Bu yerda har xil vositalar bo'lishi mumkin. Shu har xil vositalar yordamida xatolar, zaifliklar aniqlanadi. Xavfli xatolar topilsa, pipeline to'xtab qoladi. Security yoki performance metrikalari kuzatiladi. Integratsion yoki E2 sinovlari. Bular barcha kritik yo'llarni 100% muvaffaqiyat talab qiladi ekan. Testlar parallel tezlashtiriladi. Demak, parallel bo'lsa, biza vaqtdan ham o'tishimiz mumkin bo'ladi. Test muhitiga joylashtirish. Kod avtomatik test serveriga joylashtiriladi. Joylashtirish xatolari tekshiriladi. Smoke testlar asosiy funksiyalarni tekshiradi. Buni smoke testlarni ham testlashda ko'rib o'tdik. Monitoring va qaytarish. Joylashtirishdan keyin xatolar real vaqtda kuzatiladi. Avtomatik rollback 2 minut ichida amalga oshiriladi. Bu 2 minut ham aslında ko'p. Nechakli vaqtimiz bizani qisqarsa, shunchakli ishlash samaradorligi ham ko'tariladi. Sifatimiz ham oshadi. Ishlab chiqarish muhitiga joylashtirish. Barcha testlar muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, productionga joylashtiriladi. Foydalanuvchi sifat metrikalari kuzatiladi. Blue Green deployment bilan null downtime bo'ladi. Demak, production qilish deganimiz bizani shu programmamizni foydalanuvchilarga topshirish, Play Marketga chiqarish yoki bo'lmasam App Store'a chiqarish yoki internetda e'lon qilish yoki reklama qilish jarayonlari haqida gap ketib turibdi. Sifat metrikalarini kuzatish va tahlil qilish. Endi bu yerda xatolar miqdori, haftalik topilgan xatolar soni maqsad 5 ta yoki kamroq bo'lishi mumkin. Bu yerda endi o'tgan darsda sifat metrikalarini ko'rib chiqdik, shuni kuzatib, tahlil qilib borish kerak bo'ladi. Testlar, joylashtirish, foydalanuvchi ko'rsatkichlarini o'lchash va yaxshilash hammasi sifat ko'rsatkichlari, sifat metrikalarining ichiga kirib ketadi. Masalan, xatolar miqdorini aniqlash kerak, test kamrovi foizini, kod qatorlarini sinovdan o'tkazilgan foizi. Masalan, maqsadni 80% deb olamiz biz boshda. Birinchi boshlaganimizda masalan 30, 40, 50 asta-asta ko'paytirib 100% gacha olib chiqish kerak bo'ladi. Xavf miqdori, topilgan kritik xavflar soni. Bizning maqsadimiz 0 dona xavf bo'lgungacha davom etadi. Keyin xavf miqdori, topilgan o'rtacha darajadagi xavflar soni masalan 5 ta bo'lishi. Kritik miqdordan 0 deb oldik, o'rtada esa 5 dona deb olamiz. Bu ham bizning har qaysimiz o'zimizni prilojeniyamizdan kelib chiqib aniqlanadi. Joylashtirish tezligi, kuniga productionga versiyalar soni, maqsad 10+. Bu degani hamma biza prilojeniyamizni yangilab, toza versiyalarni production qilib turishimiz kerak bo'ladi. Kuniga bo'lmasam, oyiga, masalan, yoki 6 oyda bir marta chiqarishimiz mumkin. Joylashtirish muvaffaqiyati. Muvaffaqiyatli joylashtirish foizi maqsadni biza 100% yoki bo'lmasam, realniy 99% qilib olishimiz mumkin. Qaytarish vaqti, xatoli versiyani qaytarish davomiyligi 5 minut yoki undan ham kam deb olishimiz kerak. Foydalanuvchi mamnuniyati. NPS balında baholanadi, maqsad 50+ sifat ko'rsatkichi. Bunda foydalanuvchining fikrlarini o'rganamiz. Production xatolari, foydalanuvchiga ta'sir etgan xatolar oyiga maqsad 1 yoki undan kam. Tizim mavjudligi, tizim ishonchliligi vaqt foizi, maqsad 100% gacha qilib olishimiz kerak. Sinovdan o'tkazish jarayoniga jamoa hamsohiblarining rivojlantirish, kerakli kompetensiyalar va dastur bosqichlari bilan jamoani tayyorlash. Biza har bir ish qilganimizdan baribir eng muhimi bizni jamoamizdagi ishtirokchilar hisoblanadi. Bir-birimizni tushunish, bir kodini boshqasi tushunish yoki fikrlarini jamoaga yetkazib berish, kommunikativlik degan tushunchalar ham muhim rol o'ynaydi. Avtomatik sinovdan o'tkazish bo'ladigan bo'lsa, birinchi unitdan boshlaymiz, keyin integratsiyalar, keyin end-to-end testlarini qilamiz. Treninglar 2-3 hafta, test muhandislari, quality assurancelar, dasturchilar yordamida bir-biri bilan suhbatlashib, avtomatik testlarni o'tkazish bilimlarini bir-biri bilan bo'lashishlari kerak. Bu ham bizani dasturiy mahsulotimizning rivojlanishini olib keladi, sifati oshishini olib keladi. CI/CD vositalari yordamida DevOpslar ya bo'lmasam test muhandislari trening qilib o'rgatsalar bo'ladi. Demak,
testlashları 2-3 hafta ketadigan bo'lsa, CI/CD vositalarini 1-2 haftada qilsa bo'ladi ekan. Bu jamoa o'rtasida bo'ladiganlarni aytib turibdi. Endi kod sifatini tahlil qilish bir hafta ichida masalan senior dasturchilar, quality assurancelar qilishi mumkin. Chunki kod sifatini tahlil qilish uchun u koderda yaxshigina tajriba bo'lishi kerak ekan. Performance va security testing bo'ladigan bo'lsa, performance test muhandislari, security specialistlar xavflarni baholash bo'yicha yoki nagruzkada ishlab turgan vaqtida nechik xavflar yuzaga kelishi mumkin, nechap ularni bartaraf qilish kerak, nechap sifatini oshirsa bo'ladi degan narsalarni trening qilsa bo'ladi. Boshlang'ich o'qitish, test sinovlari va avtomatlashtirish foydasi, davomiyligi. Asosiy shu tushunchalari, amaliy natijalari e'tibor qaratiladi. Sinovdan o'tkazish strategiyalari, iqtisodiy ta'sir va ro'yi. Xatolarni aniqlash, ya'ni productiondan oldin xatoliklarni aniqlash 30% xarajatlarni kamaytirib beradi ekan. Har bir xato misol uchun shuncha moliyaviy zarar keltirishi mumkin yoki shuncha so'mni tejab qolishi mumkin bizning приложениямizda. Agar bu oldi sotdi bilan yoki sotuv bilan shug'ullanadigan dasturiy ta'minot bo'ladigan bo'lsa, investitsiya talabi birinchi oyda shuncha so'm, masalan vositalar, o'qitish, infratuzilma, joylashtirish tezligini 40% gacha kamaytirish, haftalik soatlarni tejash, o'zi haftalik soati bo'ladi hamma narsani. Masalan, dasturchi bo'lsam haftalik shuncha soat ishlashi kerak yoki приложение haftalik shuncha soat ishlashi kerak, banklar buncha soat ishlashi kerak haftalik degan tushunchalar bo'ladi. Shu bo'yicha demak 40% vaqtni kamaytirishga erishish mumkin ekan joylashtirish tezligida. Foyda prognozlari, foydalanuvchi mamnuniyati, qo'lda va avtomatik testlash, xavf va compliance xarajatlarini o'zina yarasha har bir dasturiy ta'minotdan kelib chiqib belgilanadi bularning miqdorlari. Bu o'zlaringizni приложенияларingizni nishatib, cheklim darajada yaxshi o'rgansangizlar shundan kelib chiqadi. Sinov o'tkazish strategiyalari, real amaliy muvaffaqiyatlar. Bu yerda demak misol uchun yozilgani xatolar miqdori, masalan 3 oydan 2-3 tagacha kamaytirish, joylashtirish tezliklari, test qamrovi, joylashtirish muvaffaqiyati, jamoa samaradorligi. Soha misolida masalan e-commerce'da xatolar 90% gacha kamayishi mumkin ekan. Bank va moliyada bo'lsa 95% gacha kamaytirish mumkin ekan, chunki bu yerda moliyaviy munosabatlar bo'lib turadi. Keyin jamoa fikrini o'rganish kerak. Bu avtomatik testlarni 5x tezroq bo'lishini chalim olib boradi ekan. Jamoa fikri, DevOps va dasturchilar CI/CD vaqtni 80% gacha kamaytirish mumkin ekan. Kod foizini, kod sifatini 40% gacha oshirish mumkin ekan. Bu misol uchun qilib berilgan. Keyingi bosqichlarda 1-oydan 6 oylikgacha nimalar bo'lishi mumkin strategiyani amalga oshirishda. Vositalar va infratuzilmani tayyorlash masalan 1-oyda. Biza sinov strategiyalaridan foydalanib dasturiy ta'minotni sifatini oshirajakmiz. Demak, 1-vosita va infratuzilmani tayyorlash. 2-jamoa trening o'tkazish va ko'nikmalar berish. 3-oyda dasturiy loyihalarni sifatdan o'tkazish, sinovdan o'tkazish va integratsiyalarni tekshirish. 4-oyda barcha loyihalarni avtomatlashtirish va monitoringni kengaytirish. Biza shu 3 oy davomida qilgan ishlarimizdan loyihani asta-asta avtomatlashtirilgan testlashga o'tkazamiz. Keyin bizani qilgan ishlarimizdan monitoring kelib chiqadi. Keyin 5-6-oyda doimiy takomillashtirish, yangi vositalarni integratsiya qilish orqali dasturiy ta'minotimizni sifatini oshirish mumkin bo'ladi ekan.